Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun Palestra seximizdan Palestra sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Bu ko'rib turganinglar Palestra bo'ladi. Holatlari o'ta ideal holatda. Xo'p, qurug'idan gideta 1000 tacha tayyori bor. Sizlarga chuqurga to'kib yuboringlar. Kelib olib ketishlari mumkin. Ko'rib, sifatini ko'rib, o'ta qattiq darajada bu Palestra bloylar. Ikkinchi etajdan tashlab olsangiz mayli, mana bu yoqda o'sha 1-2 kunliklari, quruqlari ham, nami ham hammasi shu yerga terilyapti. Bular har bittasiga 10 kilodan oshiqroq sement qo'shiladi. Palestra bloylarimizga fibra volokno qo'shiladi. Hamda o'sha spesialnik polistirol qo'shiladi bunga. O'zini Toshkentdan keladi polistiroli. Mana shu 24 talik qoliplarimizda quyiladi. Mana shu qoliplari bo'ladi. Xo'p. Yana bizda gazobloylarimiz ham bor bu yoqda. Ulardan ko'rsatib o'taman. Palestra bloylarimiz razmerlari 20-30-60 standart razmerda. Holatlari o'ta zo'r. Qattiq bemalol kelib, mix qoqib, samaringizni ko'rib olib olasizlar qattiqliklarini. Mixni ham, samaringizni ham bemalol shu edi, sovuqni 100% ushlab beradi bu Palestra bloylarimiz. Endi xo'p, mana gazobloylarimizni ko'rsataman. Gazobloylarimiz narxini aytish esimdan chiqibdi. Palestra bloydi 22 ming so'mdan Farg'ona bo'ylab yetkazib beryapmiz. Gazobloyimiz esa 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib beryapmiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yetkazib beramiz. Gazobloyga hozirda 15 kunlik zakasimiz bor. Xo'p, mana двойной сушилkaga kirgan bu gazobloylar. Mana shu 20 metrli sushilkamizda 14 soat mobaynida pishib chiqadi gazobloylar 80% qurib. Bunimiz mana o'sha Palestra bloyga qo'shiladigan polistirol bo'ladi. Mana shu holatda keladi bizga, tayyor holatda. Hop, mana gazobloylarimiz. Mana gazobloyda o'sha ichidagi sharchalari mayda bo'ladi. Mana shunaqa sifatli, mana burchalarni ko'rishim juda qattiq holatda mana. Mana shular 1 oylik gazobloy bo'ladi, qurib tayyor holatda qurigan. Mana. Telefon qilaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.